Assalomu alaykum. Azizlar, bugun Shot Moshin bozoridamiz. Birinchi syomkamiz traktor bo'ladi. 804. Buni siraz narxini aytib o'tadigan bo'lsak, birinchi o'rinda 110 ming so'm. Yana akamiz zakaz oladi. Agar bundan boshqacharoq kerak desangiz, zakaz qilsangiz, dastavkasi ham bor, olib beradi. Xo'sh, rastamoshka, pastamoshka hammasini kelishtirib beradi. Tak, bu traktorimiz necha ot kuchiga teng? Ot kuchiga teng deymizmi? Nima deymiz buni? Ha? 80 ot kuchiga teng, ha? Sherzod, mana shu traktordan izlayotdingiz, mana video qilyapman. Dishon bor, video qilyapman, buni shortsiz ham bor. Buni akamiz olib sotar ekan. Ha, bu taqa o'zi, komplik ishtima yo'q. Rasxodi qanday? Soatgami yo kam rasxoda? Xullas, yangi traktor. Sotqani olib kelasiz. Qachga traktor? Rastamoshka yangi bu. Yurgan yo'q. Hammasi shunday olib berasiz. Mana dokumentlari bilan. Rastamoshka. Mana do'stlar, mana kimga kerak bo'lsa, mana shunday traktor, hozir mana shu kecha kunduzda shu traktordan yaxshi ketib turibdi. 80-80lar o'zi qoldi. Buni nimasi ham bor. Ko'plar e'tibor berayotgan ekan, buni qanday topib bo'lmaydi, bu topib bo'lmaydi. Bularni o'lcha bilmadim. Qanbaytim topib bo'lish kerak. Mana bunaqasi ishlaydi adashmasam, ha? Hammayi bor. Bu ham qanday taqsa bo'ladi. Buni olsangiz, buni olinadi. Bu olinadi. Mana kombaynga ham bo'ladi. Kombaynga ham bo'ladi. Puluk o'zini ham bittasini ko'rdim, 3 ta puluk topib qo'ygan ekan. 3 korpus. Puluk totadi. Chizib tayyorlaysiz. Siz tayyorlaysiz. Yaxshi ekan. Ikkita nasozi bor ekan. Ko'plari oldingiroqlari bitta bosqanda nita bosadi-da. Ikkitaligi zo'r. O'zim ham bosada ham ko'taradi. Ha. Traktor bizda ham bor, kamroq tushunaman. Nima deydi? Bu endi yangi chiqqan, juda zo'rda. Akamiz telefon nomerini qo'yamiz. Xo'sh, traktorga mana ekan. Yo bismillah. Chiqatdan bo'lsak. Yo bismillah. Ana ekan. Mufta, gaz, hamma narsasi bor mana. Yili traktor ekonomishda traktor. Mana shu bozor do'stlar. Yonboshlariga endi ko'p narsalar bor, tushunmayman. Oldin bizda traktorlar qaraganda bu yerda 42 narsa ko'p bo'lgan. Korpuskorlari bo'lsa kerak, adashmasam. Kilit bilan. Bir 110 ming. Napchasiga e'tibor bersak, mana apparat mo'ylavani 4 ta forsinkalik. 4 ta forsin. Juda ekonomik traktor. Yaxshi traktor. Buni haydaganlar biladi. Telefon nomerini ayting aka. 93 727 727 97 15. Shu nomerga bemalol telefon qilib, qanday modeli kerak desangiz, zakaz qilsangiz, olib kelib beradi uygacha. Rastamoshka, pastamoshka hammasini kelishtirib qo'yib beradi. Bu 804 ta bu. Bundan maydarani ham olib berasiz. Lo'mo'ynamada. Hamma gap pulda. Ha, puluk kerak desa, ularda ham. Ularni u yoqdan Nivigarda Dushanbeda arzon. Ha, Dushanbeda. Frezer, Kasilka, hamma Dushanbeda ko'p. U yoqdan olib kelish, uni firmalar olib keladi, lukka bosib keladi. Arzonroq tushadi. Ha, arzon tushadi. Bizga bitta qimmat tushadi. Do'stlar, ekranga chiqadi telefon nomer, bemalol akamiz bilan muloqotda bo'lsangiz bo'ladi. Traktorda nima deydi? Pachka traktor bor. Tak, endi moshin bozorida olayotgan bo'lsak, moshin bozorimizda moshin ko'p. Murabbiy ham bor. Murabbiy so'raganlar bor edi yana. Tak, moshinni ham olamiz. Do'stlar, Astra Caravan 2006-yil. Narxiga kelsak 87 ming so'm. Muomalasi bor. Telefon nomeri qo'yiladi. Ham zo'r. Salonni video qiladigan bo'lsak, Ejiptira. Baba, Ejiptira. Motor injektor. Do'stlar, ikkita elektropaket, multirol, muzika bor, konditsioner bor, korobka mexanik. Mashina sostenasi ancha yaxshi.
Do'stlar, yana savdosi bor. Telefon nomerini aytib o'tasiz. 97 725 57 zang zaning baradura savdo mishava. Astraji 2006 savdo. 87. Do'stlar, navbatdagi mashinamiz BMW X5 full komplektatsiyada 120 ming so'm narxi. Motor 3, tonirovka, dokument hammasi yarim yillik. Telefon nomerini aytib o'tamiz do'stlar. Bemalol murojaat qilib savdolashsangiz bo'ladi. Yana barter ham bo'ladi. Mashin bo'lsa bironta, Toyota Camry yoki Honda Elantra boshqa deganday 977 71 76 77. Do'stlar, bemalol telefon qilib murojaat qilasizlar. Salonga kelayotgan bo'lsak, salonni ham bir video qilamiz. Full komplektatsiyada chiqonlarni hozir bir cho'tka qilib video qilaman. Balonlar 80% ideal sostoyanida. Mana qarang. Yonib turibdi-da mashina. 2008-yil. 2008-yil full komplektatsiyada. Do'stlar, salonga kelayotgan bo'lsak, mana salonni ham hozir video qilamiz. Tak. Elektropaket, kojinli salon, kojinli chiqol. Chetki sostoyanida. Konditsioner o'qigan duit qilar ekan, juda zo'r. Full komplektatsiya degancha bor. Tak, 4 ta elektropaket, sidina lift, hammasi qo'yda ishlaydi. Multirol, korobka joystick. Do'stlar, motor 3, расход unday katta emas. Qo'la salon. Do'stlar, sostoyanasi ideal. 2008-yil savdo bo'ladi. Agar sizda nima deydi, mashin bo'lsa, alishan bo'ladi. 6 oylik dokumenti bor, tonirovka va boshqa hamma dokumentlar 100%. Bemalol murojaat qilib savdo qilsangiz bo'ladi. Do'stlar, navbatdagi mashinamiz Opel Hatchback PTF 96-yil, Astraji motor, korobka, 10 oylik to'lovni, 10 oylik tonirovkaning dokumenti bor, 7 oy dokumenti so'rab qolgan, 7 oy. Do'stlar, mashina ideal sostoyanida, ko'ziklari juda toza. Balon yangi. Balonga garantiya bor. Ulangan joyi yo'q. Endi kosmetik ham ishlari bor, hamma mashinada bor. Prosta tonirovka yarashib turibdi mashina. Qarang. Narxini oxirida aytib o'tamiz, kimga qiziq bo'lsa do'stlar. Mana. Qarang. Chashkani qarang. Chashka hammasi toza. Biron joy ulanmagan. Qanday kiyamsa shunday yotgan mashina chang bosib. Bular ham xuddi shunday qana. Toza. Mashina tushunayotgan odam kelib ko'rib oladi baribir. Do'stlar, liboy joyi. Bunlar kirlalar ham zavodga o'zi bilan kelgan. Stiklolar ham hammasi. Paltang bo'lib qolmagan. Hammasi ideal. Do'stlar, salonga kelayotgan bo'lsak, salon mana Ro'chnoy, oyna ko'tarib tushirguchi. 96-yil mashina. Sostoyanasiniki ideal. Oldi 2 ta elektrik ekan. Do'stlar, sedina prostoy, korobka mexanik, muzika bor, konditsioner ishlaydi. Do'stlar, aerobag bu yerda ham bor. Luk ham elektropaket, Luklar ham ishlaydi. Do'stlar, aytib o'tganimizdek, motor Astrajining motori. Mashinaga garantiya bor. Mashina narxini aytib o'tadigan bo'lsak, narxi necha pul acaba? 48 ming so'm. Muomalasi bor. Telefon nomerini aytib o'tasiz. 988 15 99 88. Do'stlar, bemalol murojaat qilib majburdan ma'lumot olsangiz bilan, mana keyin nomeri ham bor ekan, hojib bilan. Astra. Do'stlar, yana keyingi navbatdagi mashinamiz ham
Opel Hatchback Astra F 97-yil sostanasi. Balonlar salgina nima deydi? 70%. Do'stlar, buni gazi bor, tonirovka yo'q. Buni aytib o'tganimizda, buni ham kuzovlariga garantiya bor. Ochsak mayli ochamiz. Chashkalari ham hammasi joy-joy. Ko'raman desangiz, bizlar kelib ko'rib olsangiz bo'ladi. Mashina toza, gazi bor mana. Chashka-pashka hammasi varid bo'lmagan. Hammasi toza. Mashina olayotgan odam kelib ko'rib oladi. Просто kelib olib ketib qolmaydi. Aytib o'tganimiz yaxshi-da, hozir yaxshi sostanada topish qiyin. Do'stlar, telefon nomer qo'yiladi. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Biz saloniga nazar solsak, faqat tonirovka yarashadi mashina. Do'stlar, latalik, shol qo'yilmagan. Toza. Hozir mepirsin. Bu ham ikkita elektropaket, do'stlar. Bu ham konditsioner bor. Hozir ishlaydimi, ishlamaydimi so'raganim yo'q. Hozir so'raymiz. Do'stlar, bunda luk yo'q, tonirovka yo'q. Buni motori o'ziniki radnoy. Motorga ham garantiya bor do'stlar. Hojibo, narxi nechi pul? Narxi 43 ming deyapman. 43 ming so'm. Konditsioner ishlaydimi yo'q? Konditsioner kamchiligi bor. Konditsioner kamchiligi bor. Bularni katta aytib o'tamiz. Telefon nomeri aytib o'tasiz. 93 76 76 048. Bemalol murojaat qilib savdo qilsangiz bo'ladi do'stlar. Bu tonirovkasi. Dokument qancha vaqt? Dokumentiga 1 oy vaqt. Bir oydan keyin tugaydi dokumenti. Bemalol o'zlaringizga birdaniga oformlab qolasangiz, nomerda ham kurtoyni olsangiz bo'ladi do'stlar. Sostanasi juda yaxshi. Balonlar aytib o'tganimizda 70%, 60% sostanada. Mashinalar juda ko'p. Do'stlar, mashina bozorda mashina ko'p. Mersan bor, boshqasi ham bor. Mana 10 ming so'mlik qo'chqor. Chor panjib ketgan. Kim bo'ladi? 131 kilo. 131 kilo ekan kilosi. 9 ming so'm deyapti. 9 ming so'm deyapti. Bunisini sal bir qilsak bo'ladimi? Yaxshi ko'rinsa. Ha, bunisi yaxshi. 7100 bermayapti. Bo'ladi. 7100 qildi bozor. Ha, bermayapti. Ha. Necha kilo dedingiz? 131 kilo taroziga chiqdi. 9 ming so'm deyapti. 7100 ga bermadingiz. O'zi bir 20 30 kilo bor. Bunisi nechi pul? Onasi 4 qilyapti. Bozor 4 qilyapti. Tarozga bosdi. 131 kiloni bosgan qo'chqor hozir bozorda eng oldin qo'chqor turibdi do'stlar. Qo'y ular.